Sochinglar qalinlashadi, sochinglar qorayadi, sochinglarni oqlari kamayadi. Imeyte в виду, kraska ishlatishni butkul to'xtatasizlar, xudo xohlasa. To'xtatinglar. Eng zo'ri домашний retseptlar sochga yoki trixologga boringlar. Trixolog davolaydi, defitsitlarni tekshiradi. Juda bo'lmasa, домашний uxotda regularni agar mana shu narsalardan bugungi beradigan retseptimdan foydalanib yursanglar, sochinglar umuman to'kilishi ham to'xtaydi va soch o'sadi kal joylardan ham. Demak, bizga buning uchun nima kerak bo'ladi? Qaranglar. Bizga krapiva kerak bo'ladi. Endi o'zbekchasi buni gazanda ekan. Mana skrinshot qilib olinglar va ramashka kerak bo'ladi. Moychechak aptekadan olasizlar buni. Buni bir osh qoshiqdan, ikkalasidan bir osh qoshiqdan qaynab turgan kipitokda damlab olasizlar. 20 minut, yarim soat damlab olasizlar. Men tayyorladim mana. Sitadan o'tkazib, mana bunaqa любой idishga, alba bo'lish shart emas, любой mana bunaqa spreyli idishga solasizlar. Keyin bunga nima qilasizlar? Ichini ochamiz. Eng zo'r narsa bu qizlar, ishoninglar, вообще dahshat effekt beradi sochga. Demak, bizga nikotin kislotasi kerak bo'ladi. Nikotinka mikrotsirkulyatsiyani, boshdagi mikrotsirkulyatsiyani yaxshilaydi, ya'ni qon aylanishini yaxshilaydi, moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Sasutlarda o'sha to'qimalar yaxshi ishlashini, sasutlarda qon aylanishini ta'minlab beradi. Juda zo'r narsa, обязательно bu har bitta uyda bo'lishi kerak. Demak, bundan 2 ta ampula solasizlar. Ikkinchi vitaminimiz bu tiamin. Kstati, nikotinka bu B3 vitamini, a tiamin B1 vitamin. B vitaminlar bilasizlar soch uchun juda ham foydali. Demak, tiamin. Tiamindan ham 2 ta ampula solamiz. O'rtoqlar, mana. Buni sal hidi bo'ladi, sochdan ham ozgina hidi kelib turadi, no zato rezultati zo'r bo'ladi. Yaxshilab aralashtiramiz. Har ishlatishdan oldin yaxshilab aralashtirib chayqab olish kerak. Va sochni eng muammoli joylariga sepamiz. Mana narsa qizlar, обязательно ishlatinglar. Sochinglar qalinlashadi, sochinglar qorayadi, sochinglarni oqlari kamayadi. Imeyte в виду, kraska ishlatishni butkul to'xtatasizlar, xudo xohlasa. Lekin buni muntazam ishlatganda rezultati zo'r. Shampunda yuvib olgandan keyin ham ishlatsanglar bo'ladi, undan oldin ham ishlatsanglar bo'ladi, farqi yo'q qizlar. Juda ham zo'r narsa. Kraskadan keyin ham sepsanglar bo'ladi. Masalan, sochinglar